Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida har chorakda mahallalarda otaliqqa olingan yoshlar O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qismlar bazasida tashkil etilgan 10 kunlik Jasorat maktabi harbiy vatanparvarlik o'quv yig'inlariga jalb etilgan edi. Navbatdagi o'quv mavsumining yakuniy tadbirlari haqida muxbirimiz xabar qiladi. 10 kunlik Jasorat maktabi harbiy vatanparvarlik o'quv yig'inida o'g'lonlar malakali mutaxassislardan santexnik va chilangarlik, maishiy texnika qurilmalarini ta'mirlash ustasi, erkaklar sartaroshi, elektromontor, issiqxonalar bo'yicha mutaxassis va ofitsiant batlerlikdan boshlang'ich saboqlarni olishdi. Bundan tashqari, tinglovchilar boshlang'ich harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida ham ishtirok etishdi. Bu tadbirdan maqsadimiz mana yoshlarni vatanparvar ruhida tarbiyalash, bularni mana yangi O'zbekistonimizga munosib yoshlar yetishi, mana 10 kun mobaynida qisqa vaqt bo'lsa ham o'z kasb hunar yo'nalishlarida sovrin o'rinlarni oldilar. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan mana yoshlarimizga mana oxirgi yillarda juda ham katta e'tibor berilmoqda. Harbiy xizmatga mana yoshlarimizni juda ham ehtiyoji, shavqi juda ham kuchli. Jasorat maktabi o'quv yig'ini yakuni bo'yicha tinglovchilarga sertifikatlar topshirish marosimida so'z olganlar vatanni mard va jasur, harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalangan o'g'lonlar qo'riqlashni alohida e'tirof etib, sertifikatni qo'lga kiritgan yigitlarni muborakbod etishdi. Tadbir jarayonida o'quv yig'inida faol ishtirok etgan tinglovchilar va mavsum davomida o'tkazilgan turli musobaqa va tanlovlarda g'olib bo'lgan tinglovchilar ham taqdirlandi. Tadbir so'ngida badiiy jamoalarning chiqishlari davraga o'zgacha fayz bag'ishladi.